Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ushbu video darsimizda oraliq nazorat uchun namunaviy biletdagi barcha savollarni ishlanishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda oraliq nazoratda jami 5 ta savol qo'yiladi. 5 ta savol quyidagicha ballar bilan baholanadi. Demak, birinchi savol 10 ball, 15, 20, 25 va oxirgisi 30 balli ball bilan baholanadi. Va bu yerda baholash tizimi, ya'ni mezoni. 3 baho olish uchun 45 dan 69 ballgacha ball to'plash kerak bo'ladi. Ya'ni o'tish ballni olish uchun, o'tish bahosini olish uchun eng kamida 45 ball to'plash kerak. Buni qanday qilib to'plash mumkin? Xo'p, eng kam misollarni ishlash yo'li bu 4 va 5 savollarni ishlash. Ya'ni 4-savol 25 ball, 5-savol 30 ball. Ikkalasini birgalikda to'g'ri ishlansa, jami 45 ball. Yoki eng oson tepadagi birinchi 3 ta savol 10, 15 va 20 balli 3 ta savolni ishlasak ham 45 ball bo'ladi. Yoki ixtiyoriy 3 ta savollar kombinatsiyasi. Bularda ham jami 45 ball to'plasa bo'ladi. Xo'p, demak, bu ballar osondan qiyinlikka qarab o'zgarib borgan bu ballarni qo'yish. Demak, birinchi misol eng oson bo'lgani uchun 10 ball, oxirgisi eng qiyin bo'lgani uchun 30 ball. Ya'ni 3 barobar ko'p ball qo'yilyapti. Va ushbu video darsimizda faqat boshidagi 4 ta misolni ko'rsatamiz. 5-misolning ishlanishini alohida video dars qilamiz. Demak, birinchi bilet deb qo'yilgan, bu yerda aslida namunaviy bilet va birinchi savoldan ishlashni boshladik. Demak, savolda nima deyilyapti? Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan x uchun quyidagi funksiyaning qiymatini hisoblovchi dastur tuzing. Demak, bu yerda funksiya bor, funksiya berilyapti. X ni biz o'zimiz berishimiz kerak, ixtiyoriy qiymat beramiz, faqatgina buni aniqlanish sohasiga mos kelishi kerak. Masalan, x ni o'rniga -2 bera olmaymiz, chunki -2 bersak mahraj 0 bo'lib qoladi. Va x ni o'rniga -2 dan tashqari xohlagan sonni berishimiz mumkin. Va radianda hisoblanadi va albatta berilgan sonimiz, ya'ni sinusga shunchaki x qiymatini kiritib ketaveramiz. Masalan, x teng 3. X teng 3 uchun mana shu y ni qiymatini hisoblab, uni chop etishimiz kerak. Demak, har doimgidek Spiderga kiramiz. Demak, biz oraliq nazoratni albatta kompyuter zallarida o'sha kompyuter zallardagi qo'yilgan kompyuterlarda topshiramiz. O'zimizning shaxsiy noutbuklarda emas. Demak, matematik amallarni bajarish uchun biz nima qilishimiz kerak edi? Matematik kutubxonani chaqirishimiz kerak. Import math as empty ko'rinishda chaqirib olaman. Ya'ni math degan kutubxonani chaqirdim, empty ko'rinishda ishlataman uni. Yoki bu qismni umuman yozmasligim ham mumkin. Mana shu ko'rinishda har doim math nuqta deb yozishimga to'g'ri keladi. Soddaroq bo'lishi uchun demak empty ko'rinishda qoldiraman. Ana endi men x ni qiymatini kiritib olaman. X teng 3. X ga qiymat berdim. Endi y funksiyani kiritishim kerak. Demak, x har doim berilayotgan qiymat tepada turadi. Kiritilayotgan funksiya esa pastki qatordan yoziladi. Va bu yerda endi funksiyani bittalab yozib chiqaman. Birinchi demak, suratda ilzosda x kvadrat plus 5 empty nuqta sqrt. Demak, bu ildiz qavs ichiga olishim kerak albatta empty nuqta sqrt deb. Va endi x kvadratni yozishning ikkita usuli bor. Ikkita usuli, birinchisi matematik kutubxona orqali empty nuqta qavs ichida x,2 ko'rinishda yozaman. Pow x,2. Demak, bu daraja. Darajani mana shu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Endi plus 5 deyapmiz, ya'ni ilzosda x kvadrat plus 5. Mana ilzosda turibdi 5 ham. Chunki bu qavs mana sqrtga tegishli. Xo'p, ana endi men darajani soddaroq ko'rinishda ishlataman. Eng oddiy ko'rinishda x kvadrat mana shu ko'rinishda yozilishi mumkin. Ya'ni oldingisidan nisbatan sodda ikkita yulduzcha, demak bu daraja. Va ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ba'zi bir misollarda shunaqangi joylar bo'ladi. Masalan, darajada 1/3 bo'lishi mumkin. Agar mana shu yerda 1/3 yozadigan bo'lsam, bu darajani xato hisoblaydi. Chunki biz ko'zimizga x ning 1/3 ko'rinishida ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida unday emas. X ni avval birinchi darajasini hisoblaydi-da, keyin uni 3 ga bo'ladi.
Ya'ni x ni 1/3 darajasi emas bu. Agar to'g'ri ishlatmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Mana bunday qilib qo'yamiz. Ya'ni x ikkita yulduzcha qavs ichida 1/3. Birinchi demak 1/3 ni hisoblaydi, keyin x ni o'sha darajaga ko'taradi. Bu endi to'g'ri yozish. Bizning holatimizda demak faqatgina 2 bo'lgani uchun bu tushunib o'zi yetadi, qavs kerak emas. Xo'p, endi davom bor surat minus sinus x. Sinus x ni qanday yozamiz? Bu yerda demak qavs bo'lishi kerak albatta. Va bu yerda minus mt bilan yozaman yana. mt nuqta sin qavs ichida x. Har doim demak bu yerda mana squaredagi mt ishlatdim, sinusga ham mt ishlatyapman. Men mana bu yerlarda bo'sh joylar tashlab ketyapman, yaxshi ko'rinish uchun xolos. Bu bo'sh joy tashlamaslik xatoga olib kelmaydi. Ya'ni to'g'ri ishlayveradi bo'sh joy tashlamasangiz ham. Faqat bo'sh joy mana bu qator boshida bo'lmasligi kerak. Masalan, bu yerda mana bitta bo'sh joy tashlasam xato hisoblayapti. Va ishlayotgan paytimizda ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda sichqonchani mana shu joyga olib keladigan bo'lsam, x ni yoniga menga xatoni ko'rsatib qo'yapti. Unexpected indent. Indent bu ya'ni bo'sh joy. Kutilmagan haligi bo'sh joy hosil bo'ldi deyapti. Xatolikning sababi haqida aytyapti. Demak, bu xatoni to'g'rilaymiz, o'sha bo'sh joyni o'chirib. Xo'p, endi nima qilishim kerak? Maxraji ham bor edi. Bo'lingan maxrajda x plus 2. x plus 2. Demak, mana shu ko'rinishda yozishimiz ham xato. Sabab, demak, jami mana shu suratni bitta x ga bo'ladi. Plus 2 bu to'liq haligi kasrga qo'shilyapti. 2. Maxrajda emas plus 2. Shuning uchun to'g'ri ishlash uchun plus 2 ni mana bu yerga yozaman. Bu endi to'g'ri yozildi. Endi uni chop etishim kerak. Y, ya'ni y ni chop etishim kerak, x ni emas. Ba'zida shunaqangi holat bo'ladi. Funksiyani qiymatini hisoblaydi, lekin natija sifatida yana x chop etiladi. Va bu albatta xato. Ishlayotgan jarayonimizda har doim to'g'ri ishlangan bo'lishi uchun biz birorta ham bexato, xato bo'lmasligi kerak kod yozganimizda. Agar bitta xato bo'lsa ham, birorta masalan x paydo bo'lib turgan bo'lsa ham, bu yerda demak bu kodimiz xato va uni tekshirishga hojat yo'q. Ya'ni biz uni tekshirmaymiz. Ishga tushiramiz. Ishga tushirish uchun demak bu yerda F5 yoki mana bu run tugmachasini bosamiz. Mana 0.72 chiqyapti. Xohlasak buni qiymatini o'zgartiramiz. Masalan 5. Ishga tushiraman, 0.91 chiqyapti. Va hokazo. Faqat -2 bera olmayman. -2 bersam bu yerda endi xatolik chiqishi mumkin. Mana xatolik chiqyapti. Xatolik demak bu maxrajda x plus 2 bo'lgani uchun x o'rniga -2 qo'ysam maxraj 0 bo'lib qolyapti. Shuni hisobga. Demak, -2 dan boshqa xohlagan sonini berishim mumkin. Demak, bu birinchi misolning kodlari, to'g'ri ishlayotgan kodlari. Mana shu holatda kodni yoza olsak, demak, biz to'g'ri ishlagan hisoblanamiz. Xo'p, endi keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan x ning qiymati quyidagi funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli yoki yo'qligini tekshiring debdi. Demak, x ni aniqlanish sohaga tegishli yoki yo'qligini biz o'zimiz qo'lda yozib tekshirishimiz kerak kod bilan. Buning uchun avval aniqlanish sohasini aniqlab olishimiz kerak o'zimiz. Masalan, imtihonda chernoviga olib beramiz, qog'oz va ruchka. Bu yerda yozib, tengsizlikni ishlab ko'rishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin va x ga nisbatan shart olamiz. X ga nisbatan shartni keyin tekshiramiz biz. Mana keyin davomi aytilyapti. Agar tegishli bo'lsa funksiyaning qiymatini chiqaring, ya'ni x ni kiritgan x ni qiymatimiz mana shu aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa, y ni hisoblab chiqarish kerak. Aks holda x aniqlanish sohasida emas degan yozuvni chiqarib qo'yishimiz kerak konsol oynasida. Demak, mana shu misol uchun va asosiy joyi ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Ikkinchi savol har bitta biletda bir xil ko'rinishda bo'ladi. Savoli faqat bu yerda misol mana bu ko'rinishi, funksiyani ko'rinishi o'zgaradi. Shart bir xil hammada. Funksiyani demak ko'rinishiga qarab biz aniqlanish sohasini topib olishimiz kerak. Demak, bu yerda yozib o'tirmayman, hamma narsa tushunarli. Bu yerda mana ildiz ostida x - 5 turibdi. Demak, ildizdan haqiqiy son chiqishi uchun x - 5 noldan katta yoki teng bo'lishi kerak. Keyingisi 30 - x. 30 - x dan ham haqiqiy son chiqishi uchun mana shu logaritm. Demak, bu 30 - x noldan katta bo'lishi kerak.
0 dan katta bo'lsa, unda x'imiz 30 dan kichik bo'lib qoladi. X minus 5 0 dan katta yoki teng bo'lsa, x'imiz 5 dan katta yoki teng bo'lib qoladi. Demak, bizda shart bor. Shart x'imiz 5 dan katta yoki teng, 30 dan kichik. Mana shu shartni demak tekshirishimiz kerak. Tekshirib bo'lganimizdan keyin, agar mana shu shartga mos kelsa kiritgan x'imiz, unda y ni qiymatini hisoblab ekranga chiqarishimiz kerak. Agar x ni boshqacha bu shartga to'g'ri kelmaydigan holatda kiritib qo'ysak, boshqa son, unda mana bu yozuvni yozishimiz kerak. X aniqlanish sohasida emas degan yozuv. Demak, men kod yozishni boshladim. Bularni o'chiraman. Qaytadan mana shu ikkinchi misol uchun yozib chiqaman. Demak, shart. Men shunchaki tushuntirish uchun bu yerda yozib ketyapman. Komment ostida yozib ketyapman. Shart demak 5 dan katta yoki teng x katta kichik 30 kichik. Mana shu demak oraliqqa tushsa x'imiz demak funksiyani aniqlash sohasiga mos tushyapti. Va unda y ni qiymatini hisoblashimiz kerak. Men aytaylik boshida x ga shunday son beray. Masalan 10. 10 degan sonni beryapman. Demak bu oraliqda. Men hozircha bilaman bu narsani, lekin albatta shart bilan tekshirib ko'rishim kerak. Shuning uchun if shart qo'yyapman. Agar, ya'ni 5 xuddi shu shartni yozyapman mana x va 30. Mana shu shart oraliqda bo'lsa, ya'ni x'imiz mana shu 5 bilan 30 oralig'ida bo'lsa, nima qilsin? Y ni qiymatini hisoblasin. Demak, mana shartga mos tushyapti deylik, rostdan to'g'ri. Unda y ni qiymatini hisoblasin deyapman. Y ni endi mana shu ko'rinishini kiritib chiqaman. Demak, e'tibor bering, bu yerda biroz boshqacharoq ekan funksiya, mayli. Empty nuqta sqrt x minus 5 plus x kvadrat. X kvadratni har doimgidek mana bunda yozsak bo'ladi. Undan keyin mahraj bor. Shuning uchun buni qavs ichiga olyapman. Agar shunchaki bu yerda bo'lish yozib ketsam, x kvadratni bo'lgan bo'lib qolishim mumkin. Agar qavs yozmasdan mahrajni yozmoqchi bo'lsam. Ana endi logaritm empty nuqta log. Ya'ni bu logaritm natural logaritm haqida gap ketyapti. Log. ln bu yerda ishlamaydi. Log, ya'ni ln ni bu yerda log ko'rinishida ishlatamiz. Logaritm ko'rinishida. 30 minus x. 30 minus x bo'ldi. Y ni hisobladi. Va nima qilish kerak? Print. Y ni qiymatini chiqarishimiz kerak. Xo'p, agar bu oraliqqa mos kelmasa-chi? Else deyman. 2 nuqta. Unda nima deb yozishimiz kerak? Xo'p. Nima deb yozishimiz kerak? Demak, mana x aniqlanish sohasida emas. Men yozaman bu yerda x aniqlanish sohasida emas. Nuqta. Ishga tushiraman. 34,12 chiqyapti. Ya'ni 10 ni bu yerga olib kelib qo'yadi, tekshiradi. 5 dan katta yoki tengligini yoki 30 dan kichikligini tekshiradi va tekshiradi. Agar shart to'g'ri bo'lsa, buni hisoblayapti mana. Keyin o'sha hisoblangan y ni chiqaryapti. Aytaylik, men bu shartga mos kelmaydigan boshqa son yozaman. Masalan, -10. -10 demak bu shartga tushmayapti. Shu shartni qanoatlantirmaganligi uchun endi bu qism ishlamaydi, to'g'ridan-to'g'ri else qismiga o'tib ketadi. Ishga tushiraman. X aniqlanish sohasida emas. Mana natija. Bu demak kodlarimiz to'g'ri ishlayapti. Xuddi shu ko'rinishda yozsangiz, demak siz maksimal 15 ballni qo'lga kiritasiz. Xo'p. Keyingisi 3-savol. For sikl operatori yordamida quyidagi sonli ketma-ketlik yig'indisini hisoblang. Demak, for dan foydalanishimiz kerak ekan. Mana shu joyga e'tibor beramiz. For sikl operatorini ishlatishimiz kerak ekan va mana shu yig'indini hisoblashimiz kerak. Bu yig'inda nima degani? Demak, i teng 1 dan boshlab 20 gacha mana shu ifodani hisoblab chiqishimiz kerak. Demak, boshida i teng 1 ni qo'yamiz. 1 ni kvadrat plus 1 taqsim 1 ni kubi plus 2. Qo'shilgan. Endi i ni o'rniga 2 qo'yamiz. 2 ni kvadrat plus 1, 2 ni kubi plus 2. Yana qo'shilgan. Keyin i ni o'rniga 3 qo'yaman. 3 ni kvadrat plus 1, 3 ni kubi plus 2. Qo'shilgan va hokazo. Shunaqa qilib i teng 20 gacha qo'shib chiqaman.
i teng 20 ni qo'ysa 20 ni kvadrat plus 1, 20 ni kub plus 2. Ana shu yerda to'xtatamiz. Jami o'sha yig'indini hisoblab chop etishim kerak. Va eng muhim joyi bu yerda for sikl operatorini ishlatishimiz kerak. While yoki undan boshqa sikl operatorini emas, faqatgina for. Xo'p, demak, kodni yozishni boshlayman. Menga bu qism kerak emas, o'chiraman. Dastlab, demak, s ni kiritib olishim kerak. Ya'ni yig'indi ni hisoblashim uchun odatda yig'indini hisoblaydigan yangi bitta o'zgaruvchi kiritib olar edik. Uni qiymatini men s teng 0 deb nomlayman. Chunki yig'indida o'sha yig'indi haqiqiy qiymati bilan mos chiqishi uchun 0 deb belgilayman. Agar ko'paytma hisoblamoqchi bo'lsak, unda s teng 1 deb yozishim kerak. Ya'ni boshlang'ich qiymati 1 ga teng bo'lishi kerak. Chunki ko'paytirilayotgan paytda 1 ni ko'paytirsak, qiymati o'zgarmaydi. Yig'indini hisoblayotgan paytda 0 ni qo'shsak, uni qiymati o'zgarmaydi. Shuning uchun 0 olyapmiz. Va endi summa bu yerda. Va e'tibor beramiz, bu yerda ixtiyoriy i'nchi hadini formulasi tayyor berib qo'yilgan. Ya'ni soddalik uchun osongina berib qo'yilyapti. Shunchaki mana shu ifodani o'zini kiritaman xolos. Demak, nima qilar edik? For sikl operatorini yozaman. For I in range. Demak, range albatta kerak, I in range. Va i nechidan nechigacha? I teng 1 dan 20 gacha. Demak, 1,21 yozaman bu yerda. Sabab range in range ifodasida mana bu oxiridagi 21 degan son hisobga olinmaydi. Bitta oldin siklni to'xtatadi. Ya'ni 1 dan 20 gacha bo'lib qoladi avtomatik. O'shaning uchun 20 gacha degani uchun bu yerda 21 yozaman. Masalan, 30 gacha deyilgan bo'lsa, bu yerda 31 yozishim kerak edi. Shuning uchun bitta qo'shib qo'yibman. Ana endi s ni hisoblashim kerak. S tenglik s plus. Men s tenglik s plus deb yozyapman tushunarli bo'lishi uchun. Aslida mana bunday ko'rinishda yozishim mumkin. S plus tenglik. Tenglik. Undan keyin mana shu ifodani yozib qo'yaman. Osonroq bo'lishi uchun demak tenglik s plus. Undan keyin mana shu summani ichidagi ifodani yozib qo'yaman bo'ldi. Demak, ikkita nisbatni yozishim kerak, ya'ni surat mahraj, bu yerga surat, bu yerga mahrajini yozaman. Suratga i kvadrat plus 2. I kvadrat plus 2. Uzr, 1 ekan. Mahrajga i ni kubi plus 2. I kvadrat plus 1, i kvadrat plus 2 mana. Surat mahrajini yozdim va bo'lish bo'ldi. Demak, i ni o'rniga 1 ni qo'yadi. 1 ni qo'ygandan keyin buni ifodani qiymatini hisoblaydi. Qiymatni hisoblab, mana bu s teng boshida 0 edi. 0 ga uni qo'shadi. Endi i s ni qiymati o'zgardi. Yangilandi. Keyingi safar i ni 2 ga o'zgartiradi. 2 ni qo'yib buni hisoblaydi. S ni avvalgi hisoblangan qiymati turibdi yonida. Ikkalasini qo'shadi. S ni qiymati yana yangilanadi. Va hokazo. Shunday qilib i teng 20 gacha hisoblaydi. Hisoblab bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Uni chop etamiz. S qiymat 3,29 chiqibdi ekan yoki 3,3. Mana bu yerda hisoblanyapti. Demak, shu natija. Xo'p. Keyingi misolga o'tamiz. 4-misol. Berilgan funksiyaning grafikini quyidagi shartlar asosida chizing deyilyapti. Bu yerda shartlar o'chirib tashlangan. Shartlarni avvalgi versiyada bor edi, shartlar. Soddaroq bo'lishi uchun shartlarni o'chirib tashladik. Ya'ni shartlar nima? Ya'ni x ga ma'lum bir oraliq berib funksiyaning grafikini chizishni aytilayotgan edi bu yerda. Va endi hozirgi versiyada bu narsa yo'q. O'zingiz x ga boshlang'ich oxirgi qiymatlarni berasiz. Shunga qarab funksiyaning grafikini chizasiz. Xo'p, demak, funksiyaning grafikini chizishimiz kerak ekan. Bizga demak ikkita kutubxona kerak. Ikkita kutubxona. Birinchisi NumPy, ikkinchisi Matplotlib. Shu ikkita kutubxonadan foydalanib funksiyaning grafikini chizishni ko'ramiz hozir. Demak, 0 dan boshlab eng murakkablargacha ko'rishga harakat qilamiz. Ya'ni grafikni bezatishga harakat qilamiz. Bu yerni o'chiraman va ikkita kutubxonani yuklayman, chaqiraman. Import NumPy as np. Import matplotlib .pyplot as plt. Demak, odatda mana shu ko'rinishda ishlatamiz. NumPy ni np, matplotlib.pyplot ni plt ko'rinishda odatda
ko'pchilik qabul qilgan ko'rinish bu. Lekin bu yerda np bilan plt ni o'zingiz boshqacha o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Ana endi x ni o'zgarish oralig'ini kiritishim kerak. X ni o'zgarish oralig'i. Demak, bu yerda funksiyamiz mana shu ko'rinishda y darajasida x minus sinus x. Xo'p, yaxshiroq ko'rinishi uchun aytaylik, men x ga biror manfiydan boshlab aytaylik -2 dan 1 gacha degan oraliq berib ko'raman. Chiroyliroq ko'rsatish uchun harakat qilaman. Demak, x tenglik np nuqta linspace. Linspace dan foydalanaman. -2 dan 1 gacha. Aytaylik, mana boshida 10 deb ko'raman. Bu nima qiladi? Ishga tushirib, men x ni ko'rib olaman. X qanaqa ko'rinishda hosil bo'lyapti. E'tibor beramiz. Demak, mana x ni qiymatlarini chiqardi bu yerda. Massiv ko'rinishda chiqaryapti. -2, -1,6, -1,3 va hokazo. Shunaqa qilib ketyapti, oxiri 1 bo'lyapti. Demak, bu nima qilyapti ekan? -2 dan 1 gacha olyapti-da, 10 ta nuqtaga bo'lib chiqyapti ekan. 10 ta nuqtaga. Va davrda sonlar paydo bo'lib qolyapti. Ana shuni davrda sonlar paydo qilmasdan oddiy o'nli kasrlar ko'rinishida hosil qilishim mumkin, ya'ni cheksiz davr emas, oddiy o'nli kasr ko'rinishida 11 qilib yozib qo'yaman. Ya'ni 11 ta nuqtaga bo'ladi, shunda bo'laklar soni 10 ta bo'ladi. Ishga tushirsam, mana -2, -1,7, -1,4. Oraliq 0,3 dan 0,3 ga ortib boryapti. Xo'p, bu yaxshi ko'rinish hozircha. Demak, mana buni 11 ni hozircha o'zgartirmay turaman men. Va funksiyani grafigini chizib ko'rgandan keyin 11 ni oshirib ko'raman. Masalan, 101 yoki 1001 ko'rinishda. Ana endi y funksiyani kiritib olishim kerak. Men y ko'rinishda kiritaman yoki f ko'rinishda kiritishim mumkin. Buni ahamiyati yo'q. Demak, eksponensial darajada y darajasida x. np nuqta xp. Demak, bu yerda matematik funksiyani np ko'rinishda ishlatyapman. Oldingi misollarda mt qilib ishlatgandim. Bu yerda demak matematik mas kutubxona edi. Bu yerda numpy kutubxona va np ko'rinishda ishlatishim mumkin. x keyin minus np nuqta sinus x ko'rinishida bo'ldi. Funksiyani yozdim. Ana endi grafikni chizishim kerak. Bitta yangi qator tashlab ketamanda graf chizishni boshlayman. Plot x virgul y. Demak, hozircha mana shuni ishlatib ko'raman. Nima chiqadi? Grafik bu yerda chiqyapti. Menda yangi oynada paydo bo'lyapti. E'tibor bering, mana bunaqa ko'rinishda mana. Biroz tebranyapti sinus hisobiga, chunki bu yerda y darajasini hissasi kamroq va endi 0 dan oshgandan keyin y darajasi o'sib ketyapti. Va endi buni bu yerda sinusning hissasi kamayib ketyapti. Yana ham yaxshiroq ko'rish uchun nima qilamiz? Oraliqni biroz kattalashtiraman. -4 dan masalan 3 gacha. Mana e'tibor bering, boshida mana biroz tebranish bordik. Endi bu yoqda juda ham keskin o'sib ketdi, chunki x imiz musbat. Bu yoqda x manfiy bo'lgani uchun y darajasida -x bo'lib qoladi, xuddi shuni hisobiga juda ham kichik qiymatlar, asosiy dominant sinus bo'ladi. Shuning uchun demak 1 gacha cheklab qo'yaman, bu yoqda qandaydir tebranish bo'lishi mumkin, shuni ko'raman. Demak, 1 va biroz mana tebranish bor bu yoqda. Va endi bu yog'i -1 ga qarab ketyapti. Xo'p, demak, yaxshi oraliq ekan -2 dan 1 gacha. Demak, -2 ni qoldiraman. Mana shu ko'rinishda graf chiqyapti. Va e'tibor beramiz, bu yerda nuqtalar aniq siniq chiziqlar ko'rinishida, chiziqlar ko'rinishida birlashtirilgan holatda turibdi. Bunga sabab, asosiy sabab demak mana bu 11. 11 ta nuqtaga bo'lib chiqqanligi uchun shunaqa sifatsizroq grafik paydo bo'lyapti. Buni yaxshiroq ko'rinishga olib kelish uchun demak nuqtalar sonini oshiraman. Masalan 101. Ana endi anchagina silliqroq grafik chiqyapti. Bu endi o'sha haqiqiy funksiyaning grafikiga ancha yaqin bo'lgan grafik chiqyapti. Ana endi bu grafikni bezatamiz. Ya'ni bezatish x, y o'qlariga men nom beraman. Kerak bo'lsa mana shu funksiyani o'ziga ham nom berib qo'yishim mumkin yuqoriga. Funksiyani mana bu rangini, grafikning rangini o'zgartirishim mumkin va hokazo. Demak, boshladim. plt.x label deyman. X label.
Mana bunaqa bittalik qo'shtirnoq yoki ikkitalik qo'shtirnoq ichida x yozaman. Keyingisi plt.y label. Keyingisi y bo'lsin. Yana keyingisi endi plt.title. Title bu nom, ya'ni o'sha grafikning nomi. Bu yerda demak qo'shtirnoq ichida mana shunchaki funksiya grafiki deb qo'yaman. Xo'p, hozircha mana shuni ishlataman. Ishlatdim, mana chiqdi. E'tibor bering, bu yerda nomlar paydo bo'ldi. X, Y funksiya grafiki. Xo'p, yaxshi. Mana endi bu yerda rangni kiritishim mumkin. R ko'rinishida kirityapman, ya'ni R bu red. R yoki red ko'rinishda yozishim mumkin, farq yo'q. Ishga tushiraman, mana qizil rangda chiqyapti. Yana bundan tashqari plt.grid. Grid nima qilyapti? Demak, mana bunaqa setkalarni tortib qo'yapti. Ya'ni setkalar bilan mana shu haligi nuqtalar, belgilangan nuqtalarga to'g'ri chiziqlar o'tkazib qo'yapti. Qaysi nuqtalarni kesib o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Xo'p, undan tashqari yana nima yozishim mumkin? Mana bu yerda men label yozishim mumkin. Label y yo'q, shunchaki. Yaxshisi mana bunday yozaman, funksiyani yozaman o'zim. Y darajasida x minus sinus x deb yozib qo'yaman. Va bu yerda shunchaki ishlatib ko'raman ko'rish uchun. Bu yerda demak o'zgarish yo'q hali. Mana bu label degan narsani ta'siri hali sezilmadi. Ana endi ko'rishim uchun men plt.legend deb yozib qo'yaman. Ishga tushiraman. Mana y darajasida x minus sinus x deb bu yerda yozib qo'yapti. Ya'ni mana shu chiziqni ko'rsatib qo'yapti, qizil chiziq bilan. Bu nima uchun kerak? Bir nechta funksiyalarning grafikini chizmoqchi bo'lsam, 2-3 ta. Har bitta chiziqning ranglari turli xil bo'ladi. Bu yerda bir nechta o'sha legendlarni yozib ko'rsatib qo'yadi. Qaysi rang, qaysi funksiyaligini ko'rishimiz uchun kerak. Bitta bo'lsa ham yozib qo'yishimiz zarar qilmaydi. Xo'p, oxirida albatta bo'lish kerak plt.show. Bo'ldi. Mana shu bilan yetadi. Demak, to'xtadi. Demak, bu mana shu 4-misolimizni kodlari edi. Demak, e'tibor beramiz. Bu yerda men hozir bir nechta qatorlarni qo'shib chiqdim. Asosiy qo'shgan qatorlarim mana shu belgilangan qatorlar. Agar label bilan birga. Agar mana shu qatorlarni qo'shmasdan shunchaki plt.plotxy deb qo'ysam, unda ball biroz kamroq bo'lib qolishi mumkin. Agar mana shu qatorlar bilan birgalikda funksiyani yaxshiroq, chiroyliroq holatda grafikini chiza olsak, unda ballimiz anchagina yuqorilaydi. Maksimal ball olishimiz mumkin bo'ladi shunda. Demak, bu qatorlar ballni oshirish uchun kerak. Xo'p, 5-misol qoldi. 5-misolni alohida video sifatida tayyorlaymiz.